Bugun men sizlarga onamdan zo'r ona bo'lmoqchi bo'lganim haqida aytib bermoqchiman va bunga erishdimmi yoki yo'q, videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Birinchisi, yoshligimizda onam bizni urishsalar yoki bizga baqirib qattiq gapirsalar, men o'zimcha aytardim, men ham katta bo'lsam, xudo xolisa ona bo'lsam, hech qachon bolalarimga baqirmayman, urishmayman, sizlab gapiraman deb juda ham katta ketgan ekanman. Lekin bu gapimni ustidan chiqa olmadim. Bolalarimga urishmaslikni, baqirmaslikni hech ham iloji yo'q. Juda ham ko'p marta o'zimga va'da berganman, lekin har safar va'damni buzib qo'yaman va bolalarim uxlashgandan keyin yana rahmim kelib, "Urishib qo'ydim-da, bolamman" deb rahmim kelib o'tiraman. Va bu borada men onamga oson tutgan ekanman, ammo lekin bu narsani eplash juda ham qiyin ekan. Ikkinchisi esa, men 4 o'g'ilning ichida katta bo'lganman va shu sababdan o'g'il bolachi bo'lib o'sganman va o'zim yoshligimda aytardim, xudo xolasa, meni qizlarim bo'lsa, har doim sochlarini chiroyli qilib, prichoskalar qilib yuraman deb, sochlarini o'stiraman deb yurardim. Qisman bu niyatimga ham erishdim, lekin o'zim xohlagandek har kuni har xil prichoskalar qila olmadim. Hozir alhamdulillah 3 ta qizim bor, lekin o'zim xohlagandek prям вообще zo'r qilib qila olmadim va katta qizim payti kelsa, singillarini, ukalarini, nafaqat sochlarini, balki kiyimlarini ham men bo'lmasam ham o'zi kiyintirib, sochlarini qilib maktabga olib ketadigan kunlari ham bo'lgan. Ya'ni bu borada ham onamga oson tutgan ekanman. Onamdan o'zimcha tipa xafa bo'lgan ekanman, sochimni qilmaganlar deb. No, o'zim ham shunaqa onaga aylanib qoldim. Uchinchisi juda ham kulgili. Biz oilada 5 nafar farzand bo'lganmiz va onam bizga qarab, "Nechinchi sinfga o'tding?" desalar, g'alati bo'lardim-da. Va hozir o'zim xuddi shunaqa onamdagi holatdaman. 5 ta bolamni tug'ilgan yili, kuni, oylarini ko'pincha esimdan chiqarib qo'yaman va ayniqsa poliklinikaga chiqadigan bo'lsam, men bilan chiqadigan bolamni tug'ilgan yilini yodlab olishim kerak, chunki 1-2 marta shunaqa holat bo'lgan menda. Shunda poliklinikaga chiqqanimda, "Bolangiz nechinchi yil?" deganda tormoz bo'lib qolganman, adashtirib yuborganman, qaysi biri edi, nechinchisi edi debda. Va bu narsada ham onamga oson tutgan ekanman. Akazivitsa, bu ham bir onalikni bir oddiy norm narsasi ekan aslida. To'rtinchisi, onam bizga juda ham ko'p aytardilar shu gapni, ya'ni sizlarni kichkinalik paytlaring yaxshi edi. Katta bo'lib, "Men o'zingcha ani burning yishib qoldi sanlarni" deb ko'p aytardilar-da. Men shu gapni gapiraverarlar deya onam dirdim. Vaholanki hozirdan o'zim bolalarimga hali bo'ydoqlik davri kelgani yo'q, lekin baribir hozirdan уже boshlaganman shu gapni gapirishni. Ya'ni bolalarimga o'zim ham xuddi onamga o'xshab aytaman. "Sizlarni kichkinalik paytlaring yaxshi edi, gapimga kirishlaring oson edi, hozir sizlarga gap gapirib bo'lmaydi" deb ko'p gapiraman. Ya'ni bu borada ham onamga oson tutgan ekanman. Haqiqatda bolalarning kichkinaligida muammochalari ham kichkina bo'lar ekan. Ular kattalashgan sari muammolar ham o'ziga yarasha kattalashar ekan va bu onalarga yana ham ko'proq mas'uliyat yuklar ekan. 5-inchisi esa onam har kuni kechqurun aytadigan bitta gaplari bor edi-da. "Yaxshi ham Xudo kechqurunni yaratgandir" dedilar. Nimaga men shu gapni gapiraverasiz derkanman-da, hayron bo'lib. Va hozir o'zim ona bo'lib har kuni kechqurun mana shu gapni bir marta bo'lsa ham aytaman. "Yaxshi ham Xudo kechqurunni yaratgan" deyman. Ya'ni bolalarning hammasi uxlaganda onalarni dam oladigan ayni momenti bu kechqurun bo'lar ekan. Ya'ni hamma uxlaydigan payt, bolalar orom olgan payt, onalarning miyasi dam oladigan payt bo'lar ekan. Bu gapni ham mag'zini mana endi tushundim. Bir so'z bilan aytganda, men yoshligimda karillab gapirganimdagi onamdan zo'r ona bo'la olmadim. Onamning darajalariga hattoki chiqa olmadim. Qiz bola, ayol kishi qachonki o'zi ona bo'lganda, farzandlarini katta qilganda tushunib yetar ekanki, onasiga qanchalar qiyin bo'lganini. Ona farzandlari uchun juda ham ko'p narsalarga ko'z yumadi. Juda ham ko'p narsalardan voz kechadi, hattoki orzularidan, hattoki o'zidan ham voz kechadi. Va hozir men onamni juda ham yaxshi ko'raman va kim nima desa desin, baribir men uchun onamning gaplari eng haq gap va onamning gaplari har qadamda qanchalik to'g'ri ekanini mana endi bilyapman. Sizlarda ham qizlar shunaqa holatlar bo'lganmi? Kommentda yozinglar, gaplashamiz. Mehribonim onam, beazorim onam, beg'uborim onam, onajonim onam.